Buraniç hamda hurmatli Aslan Ahmadovich, hurmatli deputatlar hamda sessiya ishtirokchilari, bilan yangi Namangan tumanida kirmagan vaziyatni barqarorlashtirish hamda xavfsiz muhitni yaratish yo'nalishida manzilli ishlash tizimini joriy etishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar belgilash va bu yo'nalishda Chilonzor tajribasini tatbiq etish to'g'risida muhtaram Prezidentimizning tashabbuslari va bevosita rahbarligida barcha sohalar kabi ichki ishlar sohasida ham juda ko'plab islohotlar amalga oshirib kelinmoqda. O'tgan davr mobaynida sohaga oid 25 ta prezident farmonlari, 70 ta prezident qarorlari, 150 dan ortiq Vazirlar Mahkamasining qarorlari qabul qilindi. Xabarlarim bor, joriy yilning 27-yanvar kuni Yurtboshimiz tomonidan ichki ishlarga bag'ishlangan o'tkazilgan yig'ilishda Chilonzor tajribasi bo'yicha topshiriq berilgan edi. Shu topshiriqqa asosan yangi Namangan tumanida ham Chilonzor tajribasi bo'yicha ish tashkil etildi. Ya'ni bunda davlatimiz rahbari tomonidan jinoyatchilikka qarshi kurash hamda mahallalarda xavfsizlikni ta'minlash masalasida katta e'tibor qaratilayotgandi. Hamda qabul qilinayotgan farmon qarorlarda jinoyatchilikni oldini olish faqat huquqni muhofaza qiluvchi organlarning emas, balki barcha davlat va tashkilotlar, idoralar hamda muassasalarni birgalikda vazifasi ekanligini shu yerda ta'kidlab o'tdilar. Ushbu berilgan topshiriqqa asosan yangi Namangan tumanida ham kirmagan vaziyatni barqarorlashtirish bo'yicha barcha davlat tashkilotlar organ xodimlari mas'ul etib belgilanib, ya'ni Chilonzor tajribasi bo'yicha yangi Namangan tuman ichki ishlar bo'limi koordinator sifatida har bir qilingan ishlarni jamlash hamda shtab ichki ishlar bo'limida tuzildi. Shu shtabga asosan barcha ijtimoiy soha hamda huquqni muhofaza qiluvchi organlarni olib olgan kunlik qilingan ishlari kunlik ichki ishlar bo'limi shtab tomonidan jamlanib, ya'ni viloyat ichki ishlar boshqarmasi hamda viloyat ichki ishlar boshqarmasi tomonidan har bitta qilingan shahar tumanlardagi amalga oshirilgan ishlar ichki ishlar vazirligi hamda ichki ishlar vazirligi tomonidan tegishli idoralarga taqdim etib borildi. Ushbu Chilonzor tajribasi yuzasidan, ya'ni Yurtboshimiz tomonidan 2025-yil 3-yanvardagi respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish hamda huquqbuzarliklarni oldini olish tizimini samaradorligini yanada oshirish bo'yicha PQB qarori ishlab chiqilgan edi. Ushbu qarorga asosan, ya'ni qaror ijrosi natijasida mahallalarda, ya'ni 1,5 baravarga jinoyatchilik kamayishiga erishilganligi munosabati bilan, ya'ni 2026-yil 5-yanvar kunidagi PQ1 hamda PQ2 sonli qarorlar ishlab chiqildi. Ya'ni bunda PQ1 hamda PQ2 sonli qarorlarda har bitta mahallalarga mas'ul etib rahbar xodimlar birma-bir nomma-nom biriktirib chiqildi. Shu asosida ishlar tashkil qilib kelinmoqda. Shuningdek, shu Chilonzor tajribasi, ya'ni tashkil etilganligi nimada o'z aksini topadi. Ya'ni bu Chilonzor tajribasi bo'yicha amalga oshirilgan ishlar kunlik hisobot olib borilib, qilinayotgan ishlar natijadorligi hamda jinoyatchilikni oldini olish bo'yicha qay darajada ketayotganligi monitoring qilib boriladi. Bo'yicha biz yangi Namangan tumanida ham biz o'sha Chilonzor tajribasi bo'yicha 3 smenalik xizmatni tashkil qildik. Ichki ishlar xodimlari ham jinoyatchilikni oldini olish bo'yicha avval yo'nalishda 2 ta naryad qo'yayotgan bo'lsak, hozir 3 ta yo'nalishga naryad qo'yib xizmat tashkil etib kelyapti. Ya'ni bu bizda Chilonzor tajribasi bo'lishidan avval Namangan viloyat ichki ishlar organlari tomonidan bu narsa tashkil qilingan edi. Bu narsa biz shu tartibda ishlab kelayotganligimiz uchun Chilonzor tajribasi bilan bizga berilgan yo'l xaritalarda ham qiyinchilik yoki boshqa holatlar tug'dirgani yo'q. Hozirgi kunda biz yangi Namangan tuman ichki ishlar bo'limi barcha xodimlari hamda boshqa tashkilot idoralar bilan hamkorlikda jinoyatchilikni oldini olish hamda huquqbuzarlikni barvaqt chek qo'yish yuzasidan manzilli ishlar tashkil etib kelinyapti. Mahalla yetkaziligi bilan birgalikda kunlik
o'sha amalga oshirayotgan ishlarni ijobiy natijaga erishishga harakat qilyapmiz hamda ichki ishlar organlari xodimlari Yangi Namangan tumanida sodir etiladigan jinoyatlarni oldini olish hamda ular bo'yicha kurashda sidqidildan xizmat qilishga va'da beramiz hamda bu bo'yicha qasamyodga sodiq qolgan holatda xizmat tashkil etamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Hozir masala bu. Kecha bu masala doimiga bizda ko'p chiqilgan. Tayyorlangan yo'l xaritasi bo'yicha ito'zdan aytganmiz. Yo'lda ortografik, stilistik muammolar bor. Viloyat tashkilotiga topshiriqlar berilgan edi. Haslab qo'ygan narsaga biz o'zgartirasiz deb shart qo'yganmiz, lekin bu o'zgargan ko'rmadik. Shuning uchun yo'l xaritasi bo'yicha masalani qayta ko'rish kerak. Kechagi topshiriq yetkazilgan e'tiroz bo'yicha haqiqatdan o'sha yig'ilish yakunidan so'ng shu kamchilik bartaraf qilindi. Haqiqatdan tasdiqlanmagan holatlar taqdim etilgan holati bo'lgan. Biz elektr variantida ortografik xatolar bo'lgan. Keyin siz e'tiroz bildirgan o'sha 200 nafar ijtimoiy yo'nalish bo'yicha bu narsa bu har bitta profilaktika inspektoriga 10 tadan xulosa berish yuklatilgan. 10 tadan 25 ta maqsadimizda shuningdek bu narsani soat ko'rgan alohida muhokamasini qilamiz. Assalomu alaykum. Chilonzor tajribasi deyapsiz. Mana bu chorak o'tdi. Qanchalik erishdik jinoyatni qisqartirish bo'yicha? Chorak o'tdi. Chilonzor tajribasi bo'yicha haqiqatdan biriktirilgan tashkilotlar ham, misol uchun men o'zim mahalla raisiman, biriktirilgan tashkilotlarni qanday ko'rdim kelgan. O'sha keyin uni qanaqadir hisobdorligi bormi, kelyaptimi, kelmayaptimi, yo ular hisob beryaptimi qilingan ishlar bo'yicha? Amalga oshirilgan ishlar bo'yicha faqat bu ichki ishlar organlarining vazifasi emas deb o'z yurtboshimiz tomonidan aytib o'tildi. Bu bo'yicha hozir aytganimdek koordinator sifatida ish guruh shakllantirib, ichki ishlar o'sha bo'limlarida har bitta tashkilot, idora, ya'ni mahalla yettiligidagi ijtimoiy xodim, xotin-qizlar, soliq, qaysi yo'nalish bo'lishidan qat'iy nazar mahalla kunlik hisobot olinadi. Ya'ni bu umumlashtirilgan holatda ularni o'sha markazlashgan boshqarma hamda bo'lim rahbariyatlaridan alohida bizga vakillar ajratilgan. Vakillar orqali biz hisobotlarni olyapmiz. Haqiqatdan ham siz aytib o'tganingiz to'g'ri. Jinoyatchilik bo'yicha ya'ni biz tuman miqyosida bu narsani hisobga olamiz. Tuman miqyosida, mahalla kesimida hamda tuman miqyosida qay darajada ketyapmiz. Hozirgi kunda birinchi chora yakuni bo'yicha to'g'ri oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlarimiz oshib boryapti, lekin umumiy ko'rsatkichda tuman miqyosida ijobiy natijaga erishyapmiz. Lekin bu narsa sodir etilayotgan har bitta jinoyat biz uchun e'tirozli hamda rahbariyat tomonidan ham sabab bo'lyapti. Lekin umumiy jihatda biz ijobiy natijaga erishdik deganimiz bilan, lekin sodir etilayotgan har bitta jinoyat bo'yicha bizda rahbariyat tomonidan hokimlik tomonidan muhokama etildi. Bo'yicha ham har bittasi kelgan, lekin ijobiy natijaga erishildi. Lekin bizda avvalan tashkil etilganligi uchun bu narsa yo'lga Namangan viloyati yo'lga qo'yilganligi uchun Chilonzor tajribasi bilan biz Namangan viloyatida bir xil strukturada ketdik. O'sha qonun loyihasi o'zgartirish sharti bilan ovozga qo'yamiz. Rozilar, qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Qabul qilindi. Sessiya kun tartibi navbatdagi masala Namangan shahar mahalliy byudjetning 2026-yil boshiga
aniqlangan erkin qoldiq hisobidan mablag'larni yo'naltirish to'g'risidagi hisoboti bo'lib, so'z tuman hokimining birinchi o'rinbosari Abdurahim Sherxjon Yusufelichga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum, Andijon Jakbarovich, rais, hurmatli deputatlar. Bugun xalq deputatlari yangi Namangan tuman kengashiga yangi Namangan tuman mahalliy byudjetini 2025-yil yakuni bo'yicha erkin qoldiq mablag'larini yo'naltirish to'g'risida hisobot bermoqchiman. Mahalliy byudjetga qo'shimcha mablag'lar hisobidan yo'naltirish xarajatlarining asosiy qismi quyidagi maqsadlarga yo'naltirildi. Jami 4,936 million so'm mablag' yo'naltirish ko'zda tutilgan bo'lib, buni asosiy qismi hozir maktab bilan mahallaga yo'naltiriladi. Ya'ni 60%ni maktab bilan hozir mahallani shu obodonlashtirish, shu asfaltni nima qilish uchun yo'naltiriladi. Bunda 2,929 million so'm shunga yo'naltirilib, buni hozir fuqarolar tashabbusi bilan 38 ta loyiha qabul qilganmiz o'zi fuqarolar masalan. Shu bo'yicha hozir jarayon ketyapti, ertaga yakunlaymiz. Hozirgi holatga 2 ta maktabimiz, 3 ta mahallamiz hozir oldida ketyapti shu mahallaga nima qilingani bo'yicha, jalb qilingani bo'yicha. Qolganlari bo'yicha kecha hisobot berganman deputatlarga. Yana hisobot qilib aytib o'tib ketaman. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2014-yil 24-yanvardagi O'zbekiston Respublikasi qo'riqlash faoliyati bilan shug'ullanish tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risidagi 16-sonli qarorning 5-bandiga asosan tuman hokimligi ma'muriy binosida tashkil etilgan qo'riqlash xizmati uchun 120 million so'm o'tkazib berishimiz kerak. Bir choralik ular joyga shartnomamiz bor. Shartnoma bo'yicha ko'rsatilgan bo'yicha 120 million so'm. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 26 dekabrdagi PQ 387 sonli qaror 12-bandiga asosan tuman obodonlashtirish boshqarmasi maxsus texnikasi bilan jihozlangan xarajat uchun texnika qiymati jami 854 million so'm, 25% qismida 213 million so'm unga o'tkazib berish ko'zda tutilgan. Texnika ular sotib olish uchunmi? Ha, texnika sotib olish uchun. Texnika bular hozirgi o'qib berayotgan narsalar deyarli hammasi tavsiya qilib berilgan viloyatda. O'zi bular bo'yicha viloyat o'zi texnikasini olib, o'zi texnikasini nima qilyapti? 25% qilib qo'yib beramiz. O'sha 25%ni hozir o'tkazishga 213 million so'm qo'yilgan. 213 million 500 ming. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 19 dekabrdagi PQ 443-sonli qaror 8-bandiga asosan tuman hokimligi elektromobil yoki gibrid avtomobil xarid qilish uchun butun hozir viloyat bo'yicha hammaniki yangilanadigan bo'lyapti. Ekonomishda o'sha nimasini qo'ygan, auksionga chiqarib turib, o'sha topshiriq qo'ygan hammaniki teng yangilanadigan bo'ldi. Tuman obodonlashtirish boshqarmasi tuman hokimi nomiga yozgan xatiga asosan xalqaro gullar festival tadbir doirasida olingan gul ko'chatlarida bo'lgan qarzdorlikni qoplash uchun 200 million so'm. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-iyundagi PQ 3042-sonli qaror 5-bandiga asosan tuman hokimligi texnik xodimlari hamda iqtisodiyot va moliya bo'limi xodimlari samarali mehnatini moddiy rag'batlantirish xarajatlariga 238 million so'm. Yangi Namangan tuman hokimligi majlisi zalini joriy ta'mirlash va pardozlash ishlari uchun 50 million so'm. Bilasizlar, o'zi patologiya ketdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 4-avgustdagi 5209 sonli qaroriga muvofiq 65-xalqaro gullar festivaliga tayyorgarlik ko'rish unda o'tkazish tadbirlarini moliyalashtirish uchun 700 million so'm. Hozir jarayonlar ketyapti, boshlanganmiz, o'sha ishlarimiz boshlangan. Xalq deputatlari Yangi Namangan tuman kengashi 8-do'stlik okrugi saylovini tashkil etish va saylov o'tkazishda faol ishtirok etganlarni rag'batlantirish uchun 39 million 719 ming so'm mablag' ajratish takliflari kiritilgan. Mana shu hamma o'sha belgilangan nimalarni o'qib berdim. Agar kimda tushunmagan bo'lsa,
savol bo'ladigan bo'lsa, bemalol berishi mumkin. Bular ayani aytaman, o'sha o'zi bizga tavsiya qilib berilgan, o'sha tavsiya qilib berilganlar o'zgartirmasdan o'sha qo'yib berganmiz hammasini. Berilgan. Endi hozir bu yana 200 million ortgan mablag'imiz bor hali ishlatilgan televiziyadan o'sha. Endi hozir bizda yangi nima olingan, ulgurmadik. O'zi topshiriq bo'lgan sun'iy intellekt bo'yicha o'rinbosarga tenglashtirilgan nima olingan do'stlar. Endi uni ham shartnoma bo'yicha ishlatiladigan viloyat hokimining nimasi chiqqan, xodim kelgan. Endi uni ham tanishtiramiz o'zi. Davlat rahbarining 2025 dekabrda bo'lgan raqamlashtirish va sun'iy intellekt bo'yicha hokim maslahatchisi bo'ldi. Unga mablag' qo'ygan, unikini shartnomalar bo'lgandan keyin sessiyalarga kiritib, o'sha ular uniki ham mana televiziyadan ko'zda tutilgan. Uni budjetdan boshqa nimadan shu televiziyadan ko'zda tutilgan qo'ygan mablag'imiz ham bor. Kimda savol bor? Kimda bo'lsa, Ma'ruz deputatlardan savollar bormi? Savol yo'q bo'lsa, ommaviy axborot vositasi vakili sifatida savol bermoqchiman. Assalomu alaykum, hurmatli sessiya ishtirokchilari. Menda savol paydo bo'ldi. Shu orttirgan ma'lumotlarni sarflash bo'yicha. Xabaringiz bor, shu tuman yangi tashkil etilganda axborot xizmat mashinasi uchun 70 million so'm pul ajratilgandi. Keyin u 70 million so'm pulga o'sha vaqtda mashina olish imkoniyati yetarli bo'lmagan, o'sha summaga mashina kelmagan, keyin u boshqa narsalarga sarflanib ketilgan. Hozir siz keyinchalik biz qayta murojaat qilganimizda mashina olish taqiqda deyilgan. Hozir sizning gapingizda mashina olish yana mablag' ajratilyapti ekan. U kimgadir biriktirilsa, undan orttirilgan mashina taqdiri nima bo'ladi? Shu savolga javob olmoqchiman. Yana bitta savolim bor. Saylov jarayonlarida faol ishtirok etgan rag'batlantiruvchilar haqida ham imkon bo'lsa bizga ham ma'lumotlar taqdim etsangiz. Yana bitta umumiy kengashga e'tiroz taklifim bor edi. Doim bizni axborot xizmati vakili sifatidan tashqari ommaviy axborot vositasi vakili sifatida ham taklif qilishadi. Doim sessiya davomida, lekin umuman sessiya haqidagi ma'lumot bizga yetib kelmaydi. Uni yorituvchi sifatida menda ma'lumot bo'lmaydi. Buni juda yaxshi bilishadi deputatlar. Bundan keyingi jarayonlarda deputatlardan birgalikda bizga ma'lumot taqdim etsa, shunga qarab yoritishga harakat qiladi. Rahmat. Bu birinchi savol mashina bo'yicha berilgan. Mashinanikini hammasinikini topshiriq bo'yicha auksionga qo'yib, auksiondagi pullar o'zimiz hisob raqamiga tushib, keyin undan keyin o'zimiz ishlatishga bersa, o'zimiz qayta berish keraksa qayta berish deb berilgan. Endi sizga mashina bo'yicha buni gaplashib ko'ramiz. Unga ruxsat bo'ldimi? O'zi oldin monitoring e'lon qilingan edi va Muzaffar biladi, taqiq qo'yilgan, ishlatish mumkin emas. Endi hozir ruxsat berilgan bo'lsa, gaplashamiz, uni qo'yamiz, ko'ramiz nimasi. Elektromobilga ruxsat berilgan bo'lsa, Sizdan qarorga ko'ra elektromobil. Keyin mashinani to'ldirasiz. Qaysi rahbar qanaqa mashinani summasigacha aniq moliya vazirligining qaroriga to'g'ri ko'rsatadi. To'g'ri. Biz ham o'sha paytda yangi hokimiyat tashkil bo'lganda yurishini ko'rsatadi. hammasiga jentro berdi, hokim topshiriq bergan edi. Jentraga ruxsat bo'lmagan, ana nimasidan o'tib ketib qolganda, keyin hammaga Nexus olib berilgan, o'shaqa nimasi bor. Uni alohida o'zimiz ko'rib chiqamiz. Birinchi savol bo'yicha. Ikkinchi savol nima edi? Saylov jarayonida keyin nima bo'yicha kengash berishiga ma'lumotlarni yoritadigan ma'lumotni yoritib beradi. O'zi bizda o'tgan safar, bu safar nima bo'ldi? O'tgan safargisida onlayn qatnashdik. Sessiyada onlayn bo'ldi. Buni bekitadigan duramiz yo'q. Pramo efirda beradi. Ular keyin reglament ketmaydi. Bormi deputatlardan savollar? Savollar bo'lmasa kun tartibi ushbu masala yuzasidan tayyorlangan qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. Qaror loyihasi bo'yicha o'zgartirish yoki qo'shimchalar bormi? Bo'lmasa mazkur qarorni ovozga qo'yaman. Marhamat, qaror loyihasi munosabat bildirishingizni so'raman. Rozilar. Qarshilar yo'q, betaraflar qaror qabul qilindi.
Sessiya kun tartibi navbatdagi masala 2026-yilda yangi Namangan tumani bo'yicha alkogol mahsulotlarini realizatsiya qilish huquqini hamda umumiy ovqatlanish korxonalari tomonidan alkogol mahsulotlarini realizatsiya qilish uchun yig'imlarni cheklangan stavkadan oshirish to'g'risida bo'lib, so'z tuman soliq inspeksiya boshlig'i Mamajon Yoqujon Ismoilovga beriladi. Assalomu alaykum, hurmatli Atamlar rahbariyat, hurmatli rais, hurmatli deputatlar. Mana ma'ruzam alkogol mahsulotlarini realizatsiya qilishda aksiz solig'i bor. Aksiz solig'idan ma'lum bir foizini mahalliy byudjetga yo'naltirish bo'yicha bo'ladi. Bu yil asosan oldin bo'lmagan, 2026-yil 1-yanvardan joriy qilingan. 2026-yil uchun O'zbekiston davlat byudjeti to'g'risidagi 2025-yil 25-dekabrdagi O'RQ 1105 sonli qaroriga asosan aksiz solig'i tushumlarining respublika va mahalliy byudjetlar o'rtasida taqsimlanishi belgilangan. Taqsimot bo'yicha alkogol mahsulotlari bo'yicha aksiz solig'i tushumlaridan tushadigan ulushlarning bir qismi mahalliy byudjetga yo'naltirishi belgilab berilgan. Ushbu qonunga asosan 2026-yil uchun davlat byudjeti to'g'risidagi qonunga asosan aksiz solig'i tushumlarining respublika va mahalliy byudjetlar o'rtasida taqsimoti qonun ilova qilingan daromadlar taqsimoti jadvalida ko'rsatilgan. Shu jadvalga muvofiq alkogol mahsulotlari bo'yicha aksiz solig'i tushumlaridan ma'lum foiz mahalliy byudjetga ajratilishi ko'zda tutilgan. Qonunning ijrosi yuzasidan 25-yil 29-dekabr kuni Namangan viloyati hokimining 2026-yilga mahalliy byudjetni tasdiqlash to'g'risidagi xalq deputatlari Namangan viloyat kengashining 17-165-6-0 K-25 sonli qarori tasdiqlangan. Ushbu qarorga asosan Namangan viloyatida mavjud alkogol mahsulotlaridan savdo qiluvchi korxonalar va turli savdo shoxobchalaridan olinadigan aksiz solig'ini 5% miqdori mahalliy byudjetga yo'naltirilishi ko'zda tutilgan. Asosiy masala shu. Oldin to'liq aksiz solig'i byudjetga yo'naltirilardi. 26-yildan boshlab shu aksiz solig'ini 5% mahalliy byudjetga yo'naltiriladigan bo'ldi. 26-yanvardan. Bizda aksiz solig'i to'lovchi alkogol mahsulotlar Atamlar rahbariyat 3 ta tashkil qiladi. Bular asosan viloyat soliq to'lovchi hisoblanadi. Bizda hozir 4 ta do'konimiz bor, bittasi o'z faoliyatini yakunladi. 3 ta faoliyatini amalga oshirayotgan. Bu endi soliq to'lovchi, bundan tashqari aksiz solig'i to'lovchi hisoblanib, viloyatda soliq to'lovchi o'tadi. Kimda nima savollar bor? Yo'nalish bo'yicha. Savollar bormi? Stavkalar bo'yicha, boshqa bo'yicha. Endi aksiz solig'i alkogol mahsulotlari bo'yicha alkogol mahsulotlarining turlari ko'p, boshqa ko'p. Endi bu haligi shampandan tortib vino, konyak, aroqgacha bo'lgan o'sha o'zidagi mavjud spirt miqdoriga qarab belgilanadi. Shunga qarab aksiz solig'i hisoblanadi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Savollar bo'lmasa kun tartibida ushbu masala yuzasidan tayyorlangan qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. Qaror loyihasi bo'yicha o'zgartirish va qo'shimchalar bormi? Bo'lmasa mazkur qarorni ovozga qo'yaman. Marhamat, qarorga munosabat bildirsangiz. Rozilar. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Qaror qabul qilindi. Rahmat. Sessiya kun tartibida navbatdagi masala institutlarni va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasi mablag'larini yo'naltirish to'g'risida bo'lib, so'z O'zbek Mirzayevga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum. Atamjon Rahmanovich, Atamjon Rahmanovich, deputatlar. Deputatlar bilan bugun o'zim o'tirsam. Hammamiz xabarimiz bor. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 5-fevraldagi 2026-yilda hududlarda yangicha yondashuvlar asosida rivojlantirish orqali aholi daromadlarini oshirish, barqaror ish o'rinlarini yaratish hamda
kambag'allik statusi chora-tadbirlar to'g'risida davlat 9-yil qaror tasdiqlangan. Mazkur qarorning 13-bandida energiya sanoatdorligi milliy agentligi, ijtimoiy himoya milliy agentligi bilan birgalikda 2026-yil 1-martdan boshlab mahalliy elektrik xulosasi asosida ijtimoiy reyestrda birinchi guruh nogironligi bo'lgan va mehnatga layoqatli a'zosi bo'lmagan oila xonadonlarini devor va tomlarini izolyatsiya qilish, energiya tejamkor deraza va eshik hamda quyosh panellari yoki yer kollektor o'rnatish ishlari amalga oshirilishi ta'minlash belgilandi. Mazkur qaror ijrosini ta'minlash maqsadida Sapat hukumat yoshlar daftari va ayol daftari jamoalari hisobidan Yangi Namangan tumani hokimligi huzuridagi infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasi pul mablag'lari ajratilgan. Shuningdek, Namangan viloyat ijtimoiy himoya milliy agentligi tomonidan taqdim etilgan birinchi guruh nogironligi bo'lgan va mehnatga layoqatli a'zosi bo'lmagan 25 ta xonadon mahalliy elektrik qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi hamda iqtisodiyot va moliya bo'limi mutaxassislari ishtirokida o'rganib chiqildi. O'rganish yakuniga ko'ra mazkur xonadonlarda energiya samaradorligini oshirish va isitish tizimini yaxshilash bo'yicha amalga oshirish lozim bo'lgan ishlar ro'yxati shakllantirilib, tegishli nizom davlat tomonidan rasmiylashtirildi. Yuqoridagi inobatga olib, mazkur 25 xonadonda energiya samaradorligini oshirish va isitish tizimini yaxshilash ishlarini tashkil etish maqsadida qurilish materiallarini xarid qilish, shuningdek xizmat ko'rsatish ishlari uchun mablag'larni Yangi Namangan tumani hokimligi huzuridagi infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasi hisobidan mablag' ajratishda sessiya tartibida ko'rib chiqishni so'rayman. Kechamiz ko'rib chiqqanmiz. Mana shu savollar bormi? Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, Hamzon Jaboyevich. O'zi ijtimoiyda bizda hozir yangi tizim ta'lim tashkil qilingan, o'zlarida ham xabarlari bor. Bu bo'yicha biz maktabdagi barcha xodimlarimizdan foydalanib kelyapmiz bungacha. Lekin bularga qo'yilgan talab bor. Boshqarmalarda tekshirib ham ketdi bu bo'yicha. Bizda deyarli qilinmagan degan. Chunki bor o'sha narsa. Bular aytilgan standartdagina bo'lmasa отказ qilib kelyapti. Shuni mablag' hech qanday ko'zda tutilmagan, o'zlari bilan ham gaplashganman. Bularning mablag'laridan qaydandir 9 ta maktabimizda tashkil qilingan bo'lsa, holat yurityapti. Shuni jihozni taqdimnoma chiqqan, shu masalani ham kimga kiritish iloji bo'lsa, o'sha bo'lsa yaxshi bo'lardi. Menimcha xonadonligi bo'lsa kerak, nogironligi. Xonadonligi emas, bu bo'yicha tuman maktabgacha ta'lim uchun maktabgacha ta'lim tashkil bog'chalar yoki maktablarda inklyuziv sinflar, inklyuziv guruhlar tashkil etilgan. Bunda o'sha nogiron bolalarni mo'ljallashtirish bo'yicha alohida sinflarga jalb qilingan. Ularga o'sha zarur shart-sharoit yaratish bo'yicha o'sha topshiriqnomalar bor. Ularni mablag'i endi bizni agentlik tomonidan ko'zda tutilmagan, shu tuman nimasini o'sha ortilgan mablag' hisobidan bolalar ko'zda tutilgan. Bunga yana agar imkon bo'lsa qo'shib berishimiz mumkin yoki keyingi sessiyada kiritsak yaxshi bo'ladi. Manda savol bor edi, hozir ma'ruza aytganlaridagi o'sha 25 ta birinchi guruh nogironlar bor oilalar o'rganib chiqildi deyildi. Shu deputatlarga o'sha 25 ta oilani ro'yxatini taqdim qilish kerak edi. Chunki birinchi guruh degani kambag'al degani emasda, buni oilani haqiqatda o'rganish kerak. Sharoiti og'ir, haqiqatda shu uyga yordamga muhtoj bo'lsa, ko'rib chiqish kerak edi. Keyin men 25 ta oilani 25 ta mahalladan o'rganib chiqdi deyishdi. Misol hamma xabardormi? Misol biz xabarimiz yo'q. Ro'yxatini berganlarimiz, lekin o'rganib chiqilgani to'g'risida bizni xabarimiz yo'q. O'shanga o'sha 25 ta oilani ro'yxatini deputatlarga taqdim qilsa, deputatlar ham bir imkoniyat bo'lsa monitoring qilib o'rganib chiqsa yaxshi bo'ladi. Chunki ertaga aholini o'rtasida katta rezonans keltirib chiqishi mumkin. Savolim shu. Rahmat savol uchun. Endi bu yerda prezident qarorida aniq belgilab ketilgan birinchi guruh nogironligi
va o'sha oilada mehnatga layoqatli oila a'zosi bo'lmasligi kerakki, o'sha ijtimoiy reyestrda turgan bo'lishi kerak. Buni dastlab shu viloyatdan ro'yxatdan taqsim qilish 25 ta. Biz tumanda bunaqa ro'yxatga kiradigan oilalarimiz o'zi sanoqli. 40 ta oila, 8 ta oila chiqadi. Bularning ichidan o'rganib chiqilgan. O'rganib chiqilgandan keyin o'sha 11 ta oilani O'shani kim bilan o'rganib chiqilgan demoqchilar-da. Mahallada ishtirok etilmagan ekan. o'rganilganda o'zi ishchi guruh tuzilgan. Kimlar bilan ishchi guruh? Qilganmiz? Ishchi guruhda endi buni vazifasi bo'yicha tuman shu moliya bo'limidan, qurilish bo'limidan, viloyat o'qishdan xodimlar jalb qilingan, shu ishchi guruh tomonidan o'rganib chiqilgan. Xonadonlarda nima ishlar qilish bo'yicha ular nuqson dalolatnomani rasmiylashtirib taqdim qilgan bular. Shu toifa haligi nimasi aniq ko'rsatilgani uchun ko'p oilalar toifaga tushmaganligi uchun отказ bo'lgan. Bular ichidan ham o'ziga to'plar отказ qilindi. Shunda o'sha eng muhtoj 25 tasi qoldi. Assalomu alaykum. Bizga mana bu shablon tariqasida berilgan deyapsiz-da, soni ham shunaqa berilgan viloyatdan. Misol uchun tumanga 25 ta deyilgan, o'sha 25 dan tayyorlab berildimi yoki cheksizmidi? Yo'q, 25 ta berilgan. Bu har bitta mahallaga bittadan tushdimi yoki? Yo'q, mahalla sonidan emas, kontingentdan kelib chiqib berilgan. Chunki bu o'zi misol uchun taqsimot bo'yicha Namangan shahrida 28 ta, keyin yangi Namangan tumanida 25 ta. Ba'zi boshqa tumanlarda 5 ta 6 ta oila berilgan taqsimotda shunaqa berilgan. Bizniki o'sha ko'plik bo'yicha mana 3-o'rinda turibmiz hozir. Tumandagi mavjud kontingent hisobidan olib berilgan. Bu arada o'z sifat bergan taqsimot. Bu bo'yicha hozir 25 ta bergan finallik haqiqatda bular rais aytyapti, menga bormagan deyapti. Bilmadim, lekin qolgan raislarga bordi. Bizda 25 ro'yxat chiqarish qiyin bo'ldi. 110 ta chiqdi o'zi. Reyestrda turadigan birinchi guruh nogironlar. O'shalarni berib, o'shalar ichidan 23 tasini topib, 2 tasida qiynaldik, to'g'rimi? 2 tasida qiynaldik. Yana beradi. Yana ro'yxatni qilib, men o'zim misol uchun biladigan kambag'al oilalar bor edi. Uni kirita olmadik. Sabab u ikkinchi guruh nogironi u nima tartibiga to'g'ri keldi. Tartibida ham ko'p narsa ko'rsatilgan ekan. Shunaqa bo'lsa tayyorlab turishsa, yana tayyorlab turishsa, hali yana beradi. Endi yana o'sha bilmadim, qanoat raisga bularga bormagan, hammasi raisga bordi. Yoki rejaligi bizga ham borgan bo'lishi mumkin bular. Lekin bizni xabarim hozir mana baribir hamma yo'l xaritalar ham asosan aholining ichida mana o'zi ichki ishlar ham hisobotda yo'l xarita tuzilgan. Misol birorta mahalla haligi xodimlari yo'q-da, baribir hamma yo'l xaritalar o'sha Chilonzor tajribasi ham mahallalarda bo'ladi-da. Shu yo'l xaritagida ham shu mahalla raislarini qo'shib ketish kerak o'zi aslida. Bir qaysi qizil hudud bor, yashil hudud bor, hudud qo'shilganmi? Mahalla qo'shilgan. Sababi topshiriqga asosan har bitta tashkilot jinoyatchilik oldini olish bo'yicha mas'ullik belgilab qo'yilgani uchun har bitta tashkilot qo'shilgan. O'sha qo'shimlar kelishilgan mahallalarga yetkazilgan. Sababi profilaktik faqat shunday bo'lyapti. Jinoyatchilik oldini olish faqat ichki ishlar tizimini o'ziniki degan fikr bo'lib qolyapti ayrim yo'nalishlarda. Bu narsani hozir aytib o'tmadim, kechirasizlar. Bu narsani aytib o'tishim ham kerak edi. Endi sekin asarga o'zimiz kelishib gaplashib olyapmiz. Mahallalar bilan boshqa tashkilotlar. Hamjoatxon, men ichki ishlarga bitta savolim bor, qolib ketib qoldi endi haligi reglamentdan tashqari bo'lsa ham mana haligi jinoyatchilikni raislar ham shu ichki ishlar profilaktik inspektor bilan tep-teng javobgarda, chunki mahallada bitta jinoyatchilik bo'lsa, mahalla raisi uyida tinch o'tirmaydi-da. Mana menga prokuratura taqdimnoma chiqaribdi jinoyatchilik bo'yicha. Holbuki o'sha jinoyat meni mahallamda bo'lmaganda 2024-yilda mana 25-yilda umuman jinoyat bo'lmagan, 2026-yilda ham jinoyat yo'q, lekin qaysidir mahallada bo'lgan jinoyatni bizni mahallaga biriktirib qo'yilyapti-da. Agar buni qilib haligi